Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Mana ikkita konteynerimizni Toshkent Olmaliq tumaniga tayyorlab berdik. Bu konteynerimizni bittasi do'kon variantida bo'lgan. Yana bittasini uy sifatida yasab berdik, hammom, dushlar bilan. Hozir mana yuklash jarayonidamiz. Dastavkalar bilan bo'lyapti ikkalasi ham. Kimga mana shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bog'lar uchun, ofis uchun mana shunaqa konteynerdan uylar, do'konlar yasab beramiz. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab, Toshkent shahar bo'ylab dastavkamiz bepul. Aloqaga chiqaverasizlar.